Yoqishi imkoni yo'qmi? Yoqishi imkoni bo'lmasa, guruhda dumaloq video qoldirasiz keyin. O'zingizni holatingizni dumaloq videoda bildirasiz. O'sha hafta davomidagi, o'tgan haftadagi holatingiz yoki filmlardan olgan anglashlaringiz bilan dumaloq video bo'lishasiz, sizni ko'rishim uchun-da audio ovoz qoldirmasdan video qilasiz. Xo'p, praktikaga kiramiz qizlar. Siz bilan gaplashadigan gaplarimiz juda ham ko'p. Hafta davomida sizni orzu maqsadlaringiz, sizni qobiliyatlaringizni ochish va sizni mana shu qobiliyatlaringiz orqali qalb kasbingizni namoyonligingizni ochish uchun davom etamiz ishlashda. Bugun qalb kasbim meditativ praktikasi, bu o'zimni ijodim, o'zim ishlab chiqqanman va majlislarda sinalgan, shaxsiy hayotda sinalgan tajribadan o'tkazilgan necha yillar avval. Chuqur nafas oling. Musiqani ovozini bitta tekshirib bering avval. Musiqa baland emasmi? Chunki musiqa diqqatni yig'ib olishimizga rosa yordam beradida. Musiqani ovozi qanaqa? Yozganlaringiz endi ko'ribman, Rayajonim. Hozir uyda pensiyamga dars olaman. Siz bu juda ham yaxshi, lekin endi sizni o'zingizni ichingizda yashirinib yotgan kirralaringizni, ya'ni qiziqishlaringizni, iqtidoringizni ochamiz. Ochishimiz kerak. Kamerani yoqish uchun kamera belgisini ustiga bosasiz. Ko'k yozuv chiqsa, ko'k yozuvni bosib yuborasiz. Agar yoqolmasangiz hech qisi yo'q. Hozir bunaqaga amaliy praktikaga kiramizda. Keyin dumaloq video qoldirsangiz bo'ladi. Praktikani boshlaymiz. O'zingizni bo'sh qo'ying, o'zingizga qulay bo'lib o'tirib oling. Iloji boricha, imkon boricha o'zingizga qulaylik bering. Chuqur nafas oling. Diqqatingizni yig'ishingiz uchun ko'zingizni yumishingiz mumkin. Ko'zni ochiq holda ishlay oladigani bemalol siz o'zingizga qulay tarzda davom etishingiz mumkin. Chuqur nafas oling. Butun diqqatingizni o'zingizga qarating. Qalbingiz markazini his qiling. Hozir men so'rayman har biringizdan. Har biringizni taxtli farishtalaringizdan so'rayman. Bugungi amaliy darsimiz uchun, bugungi praktika uchun sizni tayyorlab berishsin, ochib berishsin. Yurak ochilishi ishga tushirilyapti. Qalb markazidan kirib boramiz. Siz shu yerdasiz. Hozir his qilib davom eting, kameraga menga qaramang. Siz shu yerdasiz, qalbingizdasiz. Kirib boring qalbingizdan, chuqurroq qalb tubiga kirib boring. U yerda shunday bir xona bor. U xonada siz o'zingizga qiziq bo'lgan, siz juda ham yoqtirgan buyumlar yig'ilgan. Qarang, nimalarni yig'ib qo'ygansiz. Balki bolaligingizdan.
balki o'smirligingizdan, balki aniq qachon u yerga olib kirib qo'yganingizni bilmaydigan qismlaringiz bo'lishi mumkin. Ya'ni bular turli xil shakldagi o'yinchoqlar yoki bo'lmasam turli xil shakldagi buyumlar. Nimani his qilyapsiz, nimani ko'ryapsiz? Qalbxonangizdagi bu yashirin xonada nimalar bor? Siz nimalarni yig'gansiz u yerda? His qiling, kuzating. O'zingizga yoqqan qurolni tanlab oling ichidan. O'zingizga nima yoqsa, shu yerdan oling. Nima yoqsa tanlab oling va qarshingizdagi eshikdan tabiatga chiqing. Bu tabiat sizga yoqadigan go'zal tabiat. Bu tabiat siz har doim shu yerda bo'lishni xohlaydigan tabiat. His qiling. Qarang, nimalar bor atrofingizda. Atrofingizni his qiling. Yengillikni his qiling. Ijodkorlik energiyasini his qiling. Tabiatda shunaqa bir yaratuvchining go'zal ijod namunalari borki, sizga ijodkorlik energiyasi berib, sizni ilhomlantirib yuborayotganini his qiling. Shunaqa bir go'zal ranglar, shunaqa bir o'ziga xos ko'rinish, sizni ilhomlantiradigan go'zallik. Va qo'lingizda olib chiqqan qurolingizga qarang. Bu hozir siz qo'lingizdagi qurol bilan bu tabiatda qanaqa ijodkorlik qilishingiz mumkin? Qo'lingizda nima bor? Ahamiyat bering. Qanaqa ijodkorlik qilishingiz mumkin? O'zingizdan so'rang. Nima yarata olaman men hozir? Hozir men bu tabiatda yana qanday go'zallik yarata olaman? O'zingizning hislaringizga ahamiyat bering. Men hozir mana shu go'zal tabiatda unga uyg'un tarzda, shu go'zallikka uyg'un tarzda qanday qilib o'zimni namoyon qila olaman? Bu so'zlarni his qiling. Oching ijodkorligingizni, qalbingizni oching. Yashirinib yotgan ijodkorlik energiyalaringiz qayta uyg'onayotganini his qiling. Agar hech narsani his qila olmasangiz ham o'zingizni bo'sh qo'ying va men aytaman, siz his qilishda davom eting. Har bir markazlarimiz qayta ishga tushiriladi. Birinchi energetik markaz, ikkinchi energetik markazingiz. Tabiatda yig'ilib kelayotgan ijodkorlik energiyalar sizning markazlaringizdan aylanyapti. Birinchi, ikkinchi, uchinchi energetik markazlar va to'rtinchi qalb sohangiz, qalb chakrangiz, quyosh chigadi. Hammasi shu yerda mujassamlashyapti. Taningizni old tarafi, orqa tarafidan nur aylanishi boshladi. Ya'ni tabiatni ijodkorlik energiyalari aylanyapti bu yerda. Va sizdagi ijodkorlik to'lqinlarini qayta uyg'otmoqchi. Bu genni qayta uyg'otmoqchi. Hozir his qiling, siz tabiat markazidasiz va to'g'ri holatda turibsiz. Ya'ni umurtqa pog'onangiz to'g'ri holatda. His qilib turing holatingizni. His qilib turing. To'rtinchi energetik markazimizdan to'lqinlar 5 ta mujassamlashyapti. Bu mana shu yeringiz, ya'ni tomoq sohasi, tomoq qismidagi endokrin bezi bor-ku, shu yerda joylashgan bo'ladi. Barmog'ingiz bilan bosganingizda chuqur joy bor-ku tomog'imizdagi, aynan shu yerda 5-chi energetik markaz. U yerni faollashtiramiz hozir. Butun tabiatni ijodkorligi, yaratuvchini ijodkorlik energiyalari 5-chi chakrangizga yig'ilyapti va namoyon bo'lyapti.
Beshinchi chakringizga o'ng qo'lingizni ko'rsatkich barmog'ini qo'yib turing va barmog'ingiz uchidan energiya to'lqinlari chiqayotganini his qiling. Nur energiyalari 5-chakringizdan kirib, tomog'ingizdan kirib, butun shu yerdagi tomog'ingizdagi har bir tochkalarni faollashtirib, bo'yningiz orqa tarafdan chiqyapti. Bo'yningiz orqa tarafdan chiqyapti. Siz barmog'ingizni qo'yib turavering. Bu juda yordam beradi hozir o'zingizda ijodkorlik energiyasini qayta uyg'otishingiz uchun. Nur qaytib bo'yningiz orqa tarafidan ichkariga kiryapti. His qiling, tomog'ingizga kirib kelyapti va oldindan chiqyapti. Shu tarzda nur orqaga, oldinga, orqaga, oldinga qilib aylanishni boshladi. Tozalanish jarayonini boshladi. 5-energetik markazingizda faol tozalik ishga tushiriladi. Ya'ni 5-chakra faollashtiriladi. Jarayonni his qilib turavering va qo'llaringizni tushirib yon tarafga ochishingiz mumkin. Nafas oling. Shunaqa nafas oling, havoni his qiling. Sizda har bir energetik markazlarda to'g'rilanish, tozalanish ham davom etaversin. Bir vaqtning o'zida siz mana shu yaratuvchi yaratgan eng go'zal, eng betakror tabiatni, nafasini, havo